Assalomu alaykum Mangulis. Maktabga bolamni og'il kelgan, sirt saqladim. Shu o'tirib saqlash, shu o'ylab qoldim. Bu bolalarni maktabga aparish bizning bolalarimiz uchunmi yoki shu maktab uchunmi? Zo'rlab aparish bo'lsa, albatta hukumat uchun bo'ldi-ku. Chunki yaxshi qarab bolsak, shu men va shu Amerikadagi nurg'un ota-onalarning bayqishicha, shu sistema qarab bolsak, shu maktab sistemasi Rast gap qancha dargizmi bolarimizning kelgusi uchun emas, mush maktabning, o'qituvchilarning, xizmatchilarning qulayligi uchun. Shularga qulaylik yetib berish uchun. Bu qattiq o'ynash tegishli masala. Demisim shu, bu maktabning barliq kelishi nihoyatda bir 200 yil uningdan burun oila tarbiyasi shunday yaxshi ilib berayotgan. Agar shu natija yaratgan, muvaffaqiyat qozongan kishilarni tekshirib baqsaq, ko'pincha oila o'qigan yoki shu oliy maktab, o'rta maktablarni tashlab chiqib ketganlar. Shunga bu masala cho'ng masala men shunga oila o'qitishni bek chaturman. Xudoyim bo'lsa hargiz boshqa ishmayman, shu cho'qim tirishiman. Ham shu cho'nqir masala biz o'ylashga tegishlik, intayin cho'nqir masala.